Hurmatli kuzatuvchilar, biz bir nechta videolar orqali Fayzli xonadonlar turar joy loyihasining uylarni qurilishi, undagi imkoniyatlar va sotuv jarayonidagi loyihalarimizni ko'rsatib kelyapmiz. Bugun esa ushbu xonadonlarni kalitini o'z egalariga topshiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Fayzli xonadonlar turar joy loyihasidan uy xarid qilibsiz. Rahmat. Avvalambor tabriklaymiz. Ushbu loyihadan uy xarid qilishingizga qanday qulayliklar sabab bo'ldi? Qulayliklar qurilish chiroyli qurilgan, misol issiq suv, sovuq suv, hamma qulayligi bor. Demak, ushbu uyni kredit asosida, naqd pul yoki subsidiya qanday shaklda xarid qildingiz? Kredit asosida xarid qildik. Dokumentlarga muammosi bo'lmadi. 2 kunda ichida qo'limizga topshirishdi. Yaqinlaringizga ham ushbu loyihada uy olishni maslahat bergan bo'larmidingiz? Albatta. Marhamat qilasiz, siz xarid qilgan uyni kalitini topshiramiz. Muborak bo'lsin yana bir bor va kadastr hujjatlari rasmiylashtirilgan uy to'laqonli sizning nomingizda. Rahmat. Sizlarga tavsiya qilaman. Qiynalmadim. 2 kungacha kadastr nimalar, qulayliklari hammasi juda yaxshi. Tavsiya qilaman.